Assalomu alaykum bolalar. Bugungi darsimizda biz bundaq ko'rik taxtasi bilan boshqariladigan bir mashina o'yinini yasaymiz. Ilgirki darsda biz bu mousega ergashishni o'rgangandik. Bugun ko'rik taxtasi bilan qanday boshqarish mushuni o'rganamiz. Bu darsni o'rganishdan burun men oldingi navbatdagi darsda mushuk bilan chashqanninki darsida bu mushuk chashqanni tutib olgandan keyin chashqanni yo'qotib ketadigan yoki kichiklaydigan qilishni topshiriq bergan edim. Shuni qanday qilish kerakligini sizlarga ko'rsatib qo'yay hozir. Oldingi navbat biz bu chashqanni qo'llaydigan mushukni yasagan to'q. Buningda chashqanga tegizla ovoz chiqarib to'xtaydigan qilgandik. Endi biz agar chashqanni yo'qotib ketadigan qilmoqchi bo'lsak, o'yinlarda birsini tutib olgandan keyin u kichiklab yo'qolib ketadi yoki yo'qolib ketadi-ku. Normalda o'yin sanalashida bo'ldi. Endi ma'noda bu chashqanni yo'qotib etish uchun qanday qilamiz desanglar, biz bu yerda agar bu chashqanning programmasi bu yerdagisi chashqan bu sprite 1, ya'ni mushukka tegsa bu ovoz qopqa ovozni qo'ygandan keyin bu butun programmani to'xtatsin deb shart bergandik bu yerda. Endi bu to'xtatishning oldida biz chashqanni yo'qotmoqchi bo'lsak, mana locksning ichiga qarasanglar, mana show degan ko'rsatish, hide degan yo'shirish. Hide degan yo'shirdi. Biz o'sha to'xtatishning oldida mana hide deganni bersak bu yerda bu chashqan yo'qlaydigan bo'ladi. Hozir sinab boqaylik. Qochdi. Mushuk tutib olgandan keyin yo'qolib ketdi. Endi men qaytib boshlasam, u chashqan ko'rinmaydi. Chashqan nima ko'rinmaydi desanglar, biz yo'shirib etdik bu yerda. Shu yo'shirgan ketib qoldi u. Mana undash belgisini bossak hozir bu yerda show deb bor. Buning to'g'ri belgisi qo'ysak, unda chashqan ko'rindi. Yo'qolib ketdi. Endi buni biz tekrar boshlagan vaqtda ko'rinadigan qilish uchun bu programmamizning eng beshiga ko'rsatish deganni berib qo'ysak, andan boshlangan vaqtda chashqan ko'rinadigan, tutib olgandan keyin yo'qolib ketadigan unda holatda bo'ladi. Agar chashqanni mushuk tutib olgandan keyin bu kichiklab yo'qolib ketadigan qilmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Bu oson, buni o'rgatib qo'yay sizlarga. Bunda qilsak ham qiziqarli bo'ldi. Biz chashqonga keldik. Bu yerda yo'shiraman deganni biz tashlab etib, buning o'rniga kichikiltishni tanlab qo'yaylik. Bu yerda sonni 10 dan o'zgartirish deb bor. Agar 10 bo'lsa, bu cho'ng'iydi. 10 ning oldiga biz minus belgisini qo'ysak, bu kichiklaydigan bo'ladi bolalar. Endi biz 10 dan 10 qatim kichiklatib boqaylik. 10 qatim kichiklasin, andan keyin bu to'xtasin programmamiz. Endi o'ynab boqaylik. Mushuk chashqanni tutdi, kichikladi. Buni kichiklagandan keyin yo'qolib ketsin. Yo'qotib etish mahaydi. Program boshlangan vaqtda biz chashqanni ko'rsatish bilan bir vaqtda chashqanning cho'ngligini mana shu asl cho'nglikka qaytarmasak, chashqanning kichiklab ketgan peti paydo bo'ladi. Masalan, hozir o'ynab boqaylik. Mushukni yo'qotib etay. Qaranglar, chashqan kichik bir qurtdek bo'lib qoldi. Chashqanni o'ynagan vaqtda asli keltirish uchun men chashqanni chekib turib, buning cho'ngligini 100% deb bor. 100%. Cho'ngligini 100% keltirish, ya'ni kelib etsam, bu o'yin boshlangan vaqtda
Çaşqan çoğuydigan boldy. Çaşqan qaçdy. Tutub algandan keyin kiçiklep yo'qop ketdi. Demek, bu kiçiltiş yo'qotishning usuli sonni 10 dan kichiltish -10 dan o'zgartish deganni tanlaysizlar. Buni 10 qatim takrorlaysizlar. Andan keyin yo'shirib etsanglar bo'ladi. Shuning bilan bu oldingi darsga munosabatli mazmun tugadi. Bugungi mazmunda biz ko'rib taxtasi orqali boshqarishni o'rganmoqchi. Ko'rib taxtasi bilan boshqarish qanday bo'ladi desanglar, biz mana taqib etib yangi bir narsa ochaylik. Biz bu mishning o'rniga mashina kiraylik. Mashina. Bu yerga qarasanglar, transpiration degan qatnash qurollari. Buni ochidan o'zingizga yoqtirgan mashinadan birini tanlasanglar bo'ldi. Bu mashinaga kirdim. Mashinaga kirgandan keyin endi men bu mashinani 10 ga mang'izmoqchi bo'lsam, buni bossam 10dan mang'di. Bu boshliq besilsa deganni yo'q bassanglar, ko'rib qolgan ismlarni chiqadi bu yerda. Buning ichida right arrow degan o'ng istilka degan gap. Buni bosdik. Buni bosdim. Endi men ko'rib tashlamdagi o'ng istilkani bosib qo'yay, mashinam old tarafga mang'adigan bo'ldi. Endi bu mashinani oq tarafga mang'izish uchun qanday qilamiz desanglar, biz oq tarafga mang'izish uchun buni men -10 desam bo'ladi yoki yo'nalishni o'zgartsam bo'ladi. Bu yo'nalish o'zgartishni biz bu yerda ilgari misolda bilgan. Birinchisi o'ng, ikkinchisi so'l, uchinchisi yuqoriga, to'rtinchisi tuvanga. Demak, biz ma'nosini ishlatsak, buni ham yo'nalishga harakatlantira oladigan bo'lamiz. Shunga men buni ikkilab olay. Hem so'lga mang'izish uchun men buni so'l deganni tanlab etib, andan keyin 10 qadam mang'izsam, bu so'lga mang'adigan bo'ladi. Buning men hodisasining ishiga bu narsa tanlashim kerak. Buni men so'l istilka deganni tanlayman. Left arrow degan so'l istilka degan gap bo'ldi. Endi men so'lni bossam, mashinam elektrik mang'adigan bo'ldi. Endi hozir men o'ngga bossam, bu ishlamay turdi. Nima qilsanglar, mashinaning yo'nalishini ma'no bilan men so'l tarafga qilib bo'ldim. Shu o'ngga burilmoqdi. Shunga men 10 qadam deganga men o'xshashla men o'ngga mang'adigan buyruqni qistirib etsam, bu chog'da o'ng so'lga to'g'ri mang'adigan bo'ladi. O'ng, so'l. O'ng, so'l. Endi bu mashinani anda burilib emas. Bunday qilsak, mana tanlasak, o'zgarishi bunday bo'ldi. Qayerga mansam mashina oldidan shu yoq taraf qildigan bo'ldi. Endi mana tanlab boqaylik chekitni. Chekitni tanlasak, mashina shaklini o'zgartmay turib, oldi keyinga mang'adigan bo'ldi. Buni qaysini tanlasanglar, bo'li berdi. Men mana tanlab qo'yay. Ustiga qilish uchun biz hodisa deganning ichidan up arrow deganni tanlaymiz. Up degan yuqoriga. Buningda yo'tkilish bu yo'nalish ustiga bo'ldi. O'xshashla 10 qadam yo'tkiladi. Endi men ust istilkani bosib sinab boqay. Bu hozir ustini bossam yo'tkilmayapti. Nima uchun yo'tkilmadi desanglar, men mashinani bu o'ng so'l manni tanlab qo'ydim. Shunga yo'tkilmayapti. Agar man tanlasam yoki mani tanlasam, bu o'zgaradigan bo'ldi.
Endi ostiga kirish uchun yana o'xshashla buni ochishni tanlaymiz. Down degan osti. Down row degan osti stilka. Osti stilkani bassa bu yo'nalish ostiga bo'ldi. Undan 10 qadam yetkildi. Kattalab qo'ydik. Endi hemen avval o'ngga, ustiga, so'lga, ostiga bunday deb o'ynayapman mashinani. Demak, hozir to'rtli yo'nalishda mashina boshqa bo'ladigan bo'ldi. Endi qarab baqsak, bu mashina sal cho'ng. Bizning maydon kichik. Shu mashina sal kichiklasak, o'ynashga yaxshi bo'ldi. Mashina kichik uchun qanday qilamiz? Lux degan acha qarasak yana buningda biz boyatni o'rgangan bu cho'ngligini 100% degan o'sha normal oldi. Buni masalan biz 50% desak, mashina 20'lik alatga o'zgaradigan bo'ladi. Buni o'zgartirish uchun biz bayroqni bosib o'zgaradigan qilib qo'yaylik. Bayroqni bossa mashina 50% alatga qaytadigan qilib qo'yaylik. Şimdi bastım. Endi 50% keldi. Kelgandan keyin endi men haydi. Endi oq ko'rinish uchun oqning o'rniga men bunu tanlab qo'yay. Tanlagandan keyin men jumloqni cho'r deb mashina deydigan bo'ldim. Demak, biz bugun ko'rik taxtasi bilan bu kartonlarni boshqara oladigan bo'ldik. Bugungi darsimiz o'shada oxirlashdi. O'g'lonlarga rahmat.